Everstudy jamoasi tashkil topganiga roppa-rost 4 yil bo'ldi. Bu vaqt davomida biz juda ko'plab talabalarga Avstraliyada tahsil olishiga yordam berdik. Hattoki boshqa davlatlarda tahsil olayotgan talabalarni Avstraliyaning o'qishlariga ko'chirishda juda ko'plab kezlarga muvaffaqiyatga erishdik. Bular orasida Koreya, Yaponiya, Malayziya va boshqalar. Bugun esa yana bir yangilik. Singapurdan Avstraliyaga talabamizni o'qishini ko'chirdik. Keling bu jarayonni talabamiz o'zidan eshitamiz. Assalomu alaykum hammaga. Ismim Firdavs. Men Singapurda bir necha muddat tahsil oldim. Rostini aytsam, Singapur juda chiroyli hamda tartibli davlat, lekin men ingliz muhitida o'qigim keldi. Shu sabab Avstraliyaga o'qishimni ko'chirishga qaror qildim. Bu jarayonda Everstudy bilan ishladim. Qabul qilingan universitetim Southern Cross University. O'qishim 2026-yil mart oyida boshlanadi, lekin mening qo'limda hozir viza bor. Eng qulay tomoni, barcha jarayonlarni onlayn amalga oshirdik. Men Singapurda o'qiyotgan paytimda Avstraliya uchun hujjatlarni parallel tayyorlab bordik. Agar siz ham chet eldan turib o'qishingizni Avstraliyaga ko'chirmoqchi bo'lsangiz, Everstudyga murojaat qiling. Ular holatingizdan kelib chiqib, sizga professional tarzda yordam berishadi.